Qadrli do'stlar, video avvalda sizlarga ProBoy Gamer kanalini tavsiya qilib o'taman. Kelinglar, unga 1000 ta obunachi yig'ishga yordam beramiz, chunki uning videolari bir-biridan qiziqarli. Shuning uchun ham u 1000 ta obunachiga arziydigan YouTuber. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvda. Jin ursin, belim qotib ketdi. Bu yog'ochi qachon oddiy kravatga ega bo'larki mana. Barcha obunachilar so'rab qolgan esa mening ismim Darman va men har doimgidek YouTuberlar qishloqdaman. Hozircha men bu yerda YouTuber bo'lsam ham hech kim emasman, chunki menda na uy ish qisib qoldi. Tushunmadim. Menga xat tashlab ketishibdi. Ajoyib, balki obunachilarimdandir. Ko'ramiz qani. Xo'sh, taklifnoma. Barchani qishloqda bo'lib o'tadigan bayramga taklif etamiz. Shu hafta dam olish kunlarida, shu jumladan sizni ham Redder. Do'stlar, buni qaranglar. Hatto meni ismimni ham yozishibdi. Ajoyib. Agar bormasak bu hurmatsizlik bo'ladi. Shuning uchun ham hozir ishlarimizni bitiramiz va tayyorlanishni boshlaymiz. Chunki bugun bizni qishloqda shanba kuni, bilmadim sizlarda haqiqiy hayotda bugun qanaqangi kun, balki bu videoni umuman dushanba kuni ko'rayotgandirsiz yoki qishda ko'rayotgandirsiz, buni bilmayman. Shuning uchun ham hozir do'konchi do'stimni yoniga kelamiz. Salom. Darb, qalaysan? Zo'r yangiliklar bormi bugun? Ha, bizga yangi mer keldi. Yo'g'ay zo'r-ku. Aha, u seni chaqirgandi, chunki majlisga bormading ertalab. Menga hech kim aytgani yo'q majlis. Oshxonada kim turibdi? Ha, u qorovul. Do'stlar, oshxonada nimalar bo'lganini bilmaysizlar. Yaxshisi, mayli, buni eslamaymiz, jitil. Aha, bo'lmasa men hozir tezda merning oldiga boraman, keyin yana qaytaraman agar vaqtim bo'lsa. Xo'p, kutaman. Bo'pti, aytgan senga taklifnoma keldimi? Qanaqa? Bayramgami? Aha, keldi. Xo'sh, boramiz birga. Boramiz albatta. Bo'lmasa mayli, men ishlarimni bitirib yoningga kelaman, birdaniga ketamiz. Yana daraxt chopishim kerak, shaxtaga tushishim kerak. Xo'p. Mer ham shaxta haqida gapirayotgan edi. Nima, mengamidi? Aha, senga topshiriq bo'lsa kerak. Unda birdaniga ikkita ishni qilarkanman. Ajoyib. Hoziroq otlanamiz mernikiga. Do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, do'stlar. Biz hozir merning yoniga boramiz, shaxtalarga tushamiz, hamma ishlarimizni bitiramiz, daraxtlarni chopamiz va bayramga otlanamiz. Qiziq do'stlar, nima bo'lar ekan u yerda? Menimcha, bekorga hammani taklif qilishmagan, juda ham zo'r narsa bo'lsa kerak. Menimcha bu video juda ham zo'r chiqadi, xuddi bayramga o'xshab. Salom, janob mer. Va alaykum. Xo'sh, menga nima topshiriq bor? Men keldim mana. Nega ertalab majlisga kelmading? Menga hech kim aytgani yo'q. Bahona, Yo'q, bahona emas, axir nimaga kelmayman? Mayli, bir savr kechiraman. Hozir sen shaxtaga tushib menga 16 tanagacha ko'mir olib kel. Bo'pti, mayli, 1 daqiqa. Aha, kutaman. Do'stlar, avvalgi merimiz qotil bo'lsa ham bu darajada qo'pol emas edi. Yoki menimcha birinchi kunidan o'zim ham kayfiyatni buzdim, chunki majlisga chaqirgan hammani men esa yo'q edim. Do'stlar, yaxshi, uyimning yonginasida mana shaxta va do'stlar, ko'mir. Mana shu yerdagina ko'mir turibdi ekan, zo'r. Ancha-muncha ko'mir va 5 ta temir topdim do'stlar. Yaxshi, endi esa men orning ikkinchi tarafidan chiqdim. Bu zo'r. Do'stlar, chunki o'sha yerdan shundoq chiqib qochib ketishim mumkin agar qishloqda biror nima bo'lsa jiddiy. Masalan, bilmadim nima bo'lishi mumkin. Kelinglar do'stlar, bu tomonlarda ham qaraymiz. Do'stlar, yana bitta shaxta va ko'mir. Menda 19 ta ko'mir bor. Mer aytgandan ham ko'p, shuning uchun ham kirkamni bekorga sindirib o'tirmayman. Xo'sh, bu tomonlarda hech narsa yo'q. Bo'ldi do'stlar, kutib o'tiramiz bayram boshlanishini. Qishloqqa qaytib, aytgancha axir men daraxt chopmoqchi edim. Sal qolsa unutardim, keyin yana yugurishga to'g'ri kelardi. Hozir mana shu yerdan 1 daqiqada daraxt chopamiz va qaytamiz. Menga 4 ta yoki 5 tasi yetadi. Shuning uchun ham 1 daqiqa, 2 daqiqa oladi bu bizda, balki undan ham kam olar. Agar tez erinmasdan harakat qilsam, mana do'stlar, hatto 2 daqiqa ham cho'zilmaydi, 30 soniyadan kamroq vaqtda olsa kerak. Bilmadim, kommentariyada hisoblab yozib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari qanaqangi bayramlar sizga yoqishini yozib qolinglar. Masalan, menga Mustaqillik bayrami yoqadi, 9-may yoqadi. Undan tashqari stop. Aytgancha do'stlar, axir mana bu
Bunkermi nima bu? Xullas shu yerga kirmoqchi edik avvalgi qismlardan birida, lekin kirmagan edik. Ochilmayapti. Okey. Mana buni sindirishim mumkin, lekin balki bu harbiylarnikidir. Men esa qamoqxonaga qaytib borish va qamoqxona hayotini olish niyatim yo'q. Shuning uchun ham kelinglar, tinchgina qishloqqa qaytamiz, boshimizga muammo orttirmasdan. Bilasizlarmi, qishlog'imiz tinchgina, hozircha tinchgina, chunki yaqinda bayram boshlanadi va hammamiz bu yerda mazza qilishni boshlaymiz. Sizlar, men, jitillar, merni ham kayfiyati ko'tariladigan umiddaman. Keldingmi? Ha, mer, mana sizga olib keldim. Aytganingizdan ham ko'proq. Yaxshi. Bo'pti, rahmat senga. Arzimaydi, istagan vaqtingiz chaqiravering, shu yerdaman. Hop. Xo'sh do'stlar, mana menimcha mer bilan birozgina til topishdik. Chunki birinchi safargidan ko'ra yaxshiroq bu safar menga muomala qildi, mayli. Hozir esa biz mening kichkinagina g'orchamga qaytishimiz va bir ikkita ishlarni qilishimiz kerak. Chunki do'stlar, men daraxtlarni bekorga olmadim. Men o'zimga ketmon yasamoqchiman va o'sha ketmon orqali mana bularni ham qo'yib qo'yamiz. Ketmon orqali ferma quraman. Chunki men aslida fermerman. Ha do'stlar, kiyimimdan ham ko'rishingiz mumkin. Men ana shu fermerchilik bilan shug'ullanib o'z biznesimni boshlamoqchiman, chunki bu ketishda hech nima bo'lmaydi. Bu yerda bekordan bekor yurganimizdan umuman foyda yo'q. Shuning uchun ham fermerlik hayotini boshlaymiz do'stlar. Ajoyib bo'ladi. Menga shundoq ishonishingiz mumkin, so'zlarimga ishoninglar, hech qanaqangi isbot kerak emas, chunki sizlar xo'sh, bilasizlarmi, mana bular hammasi tayyor bo'la boshladi. Bor-yo'g'i 2 dona qoldi. Ular ham tayyor bo'ladi. Ungacha esa menga tayoq kerak. Xo'p, mayli, tayoq bu yerda yo'q ekan, lekin bu yerda 64 ta mana ko'rganingizdek yarimta bloklar bor. Kim sezgan bo'lsa, merni uyida polni yangiladik, chunki u yerda yerto'la bor edi va u yerda manyak, aniqrog'i manyak o'ldirgan odam bor edi. Ularni hammasini bir yoqlik qildik. Endi esa ferma qurishimiz kerak, ha do'stlar. Ish qilib, bayram boshlanguncha ulguray do'stlar. Stop, axir bizda quduq bor-ku, qayerlarga ketyapman. Quduqdan suvni olamiz va jin ursin, suvga tushib ketdim. Hatto ko'rganingizdek kamera ham biroz g'alati bo'lib qoldi. Mayli, hozir bu yerdan sekin chiqamiz. Yaxshi, endi bizni stop, pastga tushib ketsa mer meni o'ldiradi. Xo'sh, mer chapga qarab turibdi. Mayli, ko'rmayapti. Hozir sekingina buni sindirib olishga harakat qilamiz. Jin ursin, tushib ketdi. Ha, mayli, chuqurga eng pastga tushib ketadi. Mer ko'rmaydi degan umiddaman. Ko'rsa, lekin yomon qiladi. Nega suvni iflos qilyapsan deb. Mayli, hozir biz o'zimizni ishlarimizni davom ettiramiz. Chunki aks holda kechgacha ulgurmaymiz. Buni ham olamiz. Yaxshi, bizda endi 15 ta bor temir va verstakdan hozir biz o'zimizga tayoq olamiz. Mana 4 ta tayoq va 1 dona ketmon kerak bo'ladi bizga. Mana ajoyib. Endi ketmon bilan hozir boramiz va o'zimizning ishlarimizni yana davom ettiramiz. Ferma. Xo'sh, qayerga qursam ekan do'stlar, nima deysizlar? Menimcha bu yerda qurishning iloji yo'q. Bu yerda g'or bor. Uni yopib tashlasam hech narsa ola olmayman. Ana u yuzoq joylarga borishim to'g'ri keladi. Shuning uchun ham balki mana bu yerdan jin ursin. Xo'p, hozir buni to'g'rilaymiz. Mana bo'ldi. Yoki mana bunaqangi tayyor fermalarning birortasini ijaraga olsammikin, bilmadim. Nima qilishni, ijaraga olishga ham pulim umuman yetmaydi baribir. Undan tashqari do'stlar, yana bir yomon xabar bor. Ko'rib turganingizdek, men olmosimni yo'qotib qo'ydim. Ha, bu yomon bo'ldi, lekin nima ham qilardik? Topishga harakat ham qilmayapman, chunki bilmadim qayerda u, nima bo'pti. Hozir men dam olaman. Nima? Eshitdinglarmi? Bu nima edi? O'q otishdimi? Tushunmadim. Stop do'stlar, stop, nima bo'lyapti? Men borishim kerak. Men hozirroq borishim kerak. Undan tashqari do'stlar, bugungi shanba kuni emas, yakshanba kuni bo'lishi kerak ekan bayram. Afsuski, bekorga shoshilibmiz. Mana shu tomondan keldi do'stlar, shoshmanglar. Balki u yerda qurollangan banditlar bordir. Ha, o'zimning avtomatimni olishim kerak do'stlar. Ha, menda avtomat bor. Kim bilmasa, uni qayerdan olganimni avvalgi qismlarini tomosha qilinglar. Avvalgi qismlarini tomosha qilganlar uchun sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda turibdi avtomatlarim. Mana do'stlar, avtomatlarim mana AKM va unga magazin. Ha, avtomatlarim. Menda bir dona avtomat bor, shuni ham bo'rttirib gapiryapman do'stlar, lekin bu
Sovet Soyuzining avtomati, ya'ni AKM. Ishonch bor, hozir kim bo'lsa ham otib tashlaymiz agar birorta ortiqcha harakat qilsa, lekin hozircha hech kim ko'rmayapti do'stlar. Umuman hech kimni ko'rmayapman. Stop. Kim bu? Janob tirikmisiz? Jin ursin. Nafas olmayapti. Do'stlar, bu bo'lishi mumkin emas. Axir qanaqasiga, lekin qayoqqa qochishi mumkin? Qayoqqa ketdi? Xo'sh, agar do'konchi do'stim ish joyida bo'lsa, hozir undan so'rashimiz mumkin. U ko'rgandir, balki eshitgandir. Hozir jin ursin, ketishga ulguribdi. Qorovul bu yerda kuni bilan turibdi. Hozir ham turibdi. Assalomu alaykum janob Qorovul. Va alaykum. Shu yerda o'q ovozini eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Bormoqchi edim, lekin ish joyim tark etishi mumkin emas. Ha, men ham eshitdim. Uni nima desam ekan, ta'qib qilyapman. Ko'rmadingizmi? Ana o'sha yerga yugurib ketdi. Hozir qaragan joyingga. To'g'riganmi? Aha, Rahmat. arzimaydi. Do'stlar, hozir biz uni topamiz. Hozir u jitilni o'limi uchun javob beradi. Ha, unga men ko'rsatib qo'yaman nima bo'lishini, bizni qishloqqa kelib odamlarni o'ldirishni. Qanisan? Kimdir bormi? Voy do'stlar, havoga bir o'q uzaylik. 2 3. Jin ursin, menimcha do'stlar hech kim yo'q o'xshayapti. Jin ursin. Ana xolos, izni yo'qotdik. Qorovulning oldida o'tirganimda balki qo'shiq qilib yurgandir. Do'stlar, menimcha ishimiz o'xshamadi. Balki stop do'stlar. Balki u mana bu yerga yashiringandir. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir ochishga uchmayapti. Menimcha qulflangan. Hozir mana bu yerga otamiz. Mana shu yerdan ochish kerak bo'ldi. Menimcha hozir ochiladi. Ana aytdim-ku do'stlar. Men bularni bilaman. Xo'sh. Yaxshi. Tunnel. Mayli, menda qurol bor. Agar biror nima bo'lsa, otib tashlashim mumkin. Kim chiqib qolsa ham Herobrine chiqadimi, NTD chiqadimi, biror manyak chiqadimi? Menga farq yo'q do'stlar. Jitil uchun qasos olishimiz shart. Hatto politsiya ham chaqirib o'tirmaymiz. Xo'sh, do'stlar, ochiq turibdi eshik. Kimdir bormi? Alyo, qabul. Do'stlar, bu yerda hech kim yo'q. Ajoyib. Bu yerda yerto'la yoki qanaqadir kichkinagina bunker bor ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bizning qishlog'imiz ostida qanaqandir qotil kelib mana bularni qurib olgan. Bu yerda esa stop do'stlar. Kitoblar turibdi. Mana bu yaxshi. Bir nimalarni bilib olishimiz mumkin. Undan tashqari pichoq. Bu yerda kitob. Do'stlar, kelinglar, kitoblarni hammasini olamiz va ko'ramiz. Undan tashqari revolver turibdi. Okey. Xo'sh, taklifnoma barcha qishloqda bo'lib bayram. Stop do'stlar, shu jumladan sizni ham haydovchi. Stop. Bu ham shunaqa. Barchani shoshmanglar. Mer sotuvchi nazoratchidir. Nima? Jitillar. Stop. Bayram. Nahotki bu yerdagi odam bayramni uyushtirib hammamizni o'ldirmoqchi bo'lgan. Stop do'stlar, qaranglar, bu yerda revolverdan tashqari granata ham turibdi. Mana revolver, bu yerda pichoq, bu yerda esa mana ko'rdirganingizdek granata. U hammamizni bir joyga yig'ib mana bunday qilib, jin ursin. U hammamizni bir joyga yig'ib o'ldirmoqchi bo'lgan. Iflos, sekin do'stlar, sekin. Yo'q. Men buni bunday qilib qo'yaman. Bilasizlarmi? Uni o'zini portlatib o'ldiramiz. Men bir joydan dinamit olishim mumkin. Bu ham uzoq hikoya, aytib o'tirmayman. Mana bu pistolet ham bo'ldi, bizga qoladi. Chunki bu yerga keladigan odam tirik qolmaydi. Chunki men mana bu sandiqni shunday qilib qo'yamanki, ochganda portlab ketadigan bo'ladi. Menimcha hammangiz bu tuzoqni bilsangiz kerak. Xo'sh, uning uchun bizga dinamit kerak bo'ladi. Boya aytgandek, qayerdan topishni bilaman. Va kitoblarni bilmasam olib qolsammi-kina, do'stlar, nima deysizlar? Menimcha kitoblar kerak bo'lmaydi, chunki bu yerdagi odam baribir ham o'lib ketadi. Ana o'sha qotil. Yo'q do'stlar, politsiyani chaqirib ham o'tirmaymiz. Shunchaki o'zimiz jitil uchun qasos olamiz. Mana bular shu yerda tursin, bu yerga kelib sandiqni ochgandan portlab ketadi do'stlar. Ha. Bo'ldi. Mana bu esa menga qoladi. Bu nima o'zi? Do'stlar, bu gaz niqob, tushunarli.